Jigarni 7 kunda sog'lomlashtiradigan 5 ta tabiiy asosiy mahsulotlar. Bularning ichida eng foydalisi 4-chi hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, ertalab och qoringa iliq holatda limon suvini ichish. Limon suvi kuchli jigarni tozalaydi, detoks qiladi. Ikkinchisi, artishok. Artishokni so'ki yoki ekstrakt holatda iste'mol qilish. Artishok jigarni toksinlardan tozalaydi. Ya'ni jigar hujayralariga zaharli moddalarni kirishiga to'sqinlik qiladi hamda o't haydovchi, peshob haydovchi qabziyatga yaxshi ta'sir qilib, qabziyatni ketkazadi. Uchinchisi bo'lsa, rastoropsha. Rastoropshani shunaqangi ajoyib xususiyati borki, jigar to'qimalarini tiklaydigan, regeneratsiya qiladigan, ya'ni yangi jigar hujayralari paydo bo'lishida katta rol o'ynaydi. 4-chi mahsulotimiz bo'lsa kurkuma, ya'ni zarchava. Zarchava kuchli yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi, jigar hujayralarini yallig'lanishini ketkazadi hamda virusga qarshi ta'sir qiladi. 5-chisi bo'lsa zaytun yog'i. Zaytun yog'i jigar ichi o't yo'llari faoliyatini yaxshilaydi, o'tqoqni yaxshi qisqartiradi hamda qabziyatni bartaraf qiladi. Bu videoni jigarimda muammoyim bor degan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.